Faqat ayollar sevsa oilada ko'proq janjal bo'ladi deyishadi. Erkak sevsa hammasi ko'ngildagidek bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi deyishadi. Ayol sevadigan bo'lsa, butun borlig'i bilan sevib qo'yadi, erini birinchi o'ringa qo'yib qo'yadi. Bu mumkin emas narsa. O'zidan yuqori ko'rish mumkin, lekin birinchi o'rinda boshqa zot o'tiradi u yerda. Agar o'rtada men sizni shunchaki sevib qoldim, 24 soat faqat sizni o'ylayman desa, bu ayol og'zi to'la muammo bo'ladi. Hayoti muammolarga to'lib ketadi. O'sha sevib qolgan insonini koinot undan ajratib qo'yishi kerak bo'ladi. Chunki u sevib qolgan inson hech qachon birinchi o'rinda bo'la olmaydi. Shahlo, bunday holat hayotingizda bo'lmadimi? Xuddi aytgan narsangizni men yashaganman. Hozir men uchun muhim narsa sevgi emas. Men uchun eng muhim narsa ishonch, hurmat, bir-biriga bo'lgan mehr muhabbat, berilib tashagan sevgi emasdi, chiroyli muhabbat. O'zimni ichimda bor u narsa, men uni balki tushuntira olmasman. Yana sevib qolishingizga ishonasizmi? Yo, men har doim sevaman. Hamma narsani, hammani sevaman. Juda ham muhabbatliman hamma narsaga, hammaga. Juda ham yaxshi ko'raman. Va eng asosiysi, eng birinchi navbatda o'zimni juda ham yaxshi ko'raman hozirgi kunda. Misol uchun o'zimni jonimni og'ritib kimnidir sevish darajasida sevmayman hech kimni.